Aya gapirmay turing, men premye qilib olay obunachilarim bilan. Assalomu alaykum. Ha, yaxshi, rahmat. Ha, uydagi ishlarni qilib keldingizmi? Ha, uydagi hamma ishlarni qilib bitirib, endi ovqatlanishga chiqyapmiz. Ya, ayachi. O'zing ishingni yapmaysan, hamma ishni. Aya, premye qilyapman men. Ha, ko'p ish qilaman. Rosa ertalab turib sahardan soat 6dan turaman-da. Hamma ishlarimni qilib, hovlilarni tozalab, tovuqlarimiz bor, mollarimiz bor. Bolalarimga qarab, aya, men premye yo'q, rost. Ha. Ovqat chiqaring, shu yerda shuncha nima ovqat o'tirman. Hech bo'lmasa bir sho'r tashab qo'ygan. Nima ovqat qilasiz kecha manti qildim. Bugun nasib xudo xohlasa lavash qilaman. Qachon manti qilsin? Karchka bor qo'yding-ku? Ha, manti, chuchvara, har doim ayamlarga bir nima ovqatlar qilib beraman. Voy. Ko'chadan kelib zamovarga qo'ydilar. Kech bo'lganda uyga bor. Sen borguncha hamma ish soppan. Yo'q, ayam hazillashyapti. Yo'q, aslida shunday zo'r ish qilaman men. Uyda ishni tinchitib, boshqa ishxonamdagi ishlarni ham, tashqari ko'chalardagi ishlarni ham hammasini qilaman. Ha, borguncha hamma ish. Bolamni ham, u faqat o'zim qarayman. Hech kimga bermay faqat. Soat 12gacha kirlarni yuvib, qo'limda yuvaman. Har bitta kirni qo'limda yuvib chiqaman. Mashinka. Ayam umuman yordam bermaydi. Ayam bolamga ham qaramaydi. Yo'q, to'g'ri. Biz bolaga ham qaramaydi, oxirgi paytda tanimay qolmasa bo'ldi. Ayam prank edimi? Qarang, kamera ochib turibdi. O'chib tashlamayman. Ayamga prank qildim. Meni urmagin.